Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joyida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Hidayat ekraniga xush keldinglar. Muhtaram qarindoshlar, bugungi programmada biz Mevlon Yasin efendining taqdim qilishida, yana 36 yilininki asli kitobdagi tartibi bo'yicha 17-chi hila programma taqdim qilinish jarayonlarida biz programmani Hidayat ekranida taqdim qilingan programmaning tartibi bo'yicha 6-sonni taqdim qilishga turibdik. Kichik vaqtlarimizda ba'zan bir qism bir insonlarningki o'yinish yoki o'yin xarakterlik va yoki qasd xarakterlik qo'llarimizga shital kompyuterni tutqizib qo'yib, qimmat baholiq ba'zan narsalarimizni olib ketib, yig'iga qo'ygan hikoyalarni eslashimiz mumkin. Bu kichik vaqtlarimizdagi bir qism o'yin bo'lsa-mu, ammo siyosatda, janglarda, davlat boshqarishda va hatto insoniyat aloqador har qaysi tadbir choralarda bu xil hiyla mikrninki qo'llanib kelinayotganligi to'g'risida Mevlon Yasin efendim izdinish qilibdi. İnşallah birlikte anlayımız. Mevlan'a hoş geldiniz. Hoş geldik. Ve aleyküm assalam. Ahmet Uka kandavalınız yaxşıdıramsız. Mişad anlavatkan, benim programını anlap kilovatkan hemmenlardan salam. Hemmede anlap gelginlerine köp rahmet. Ama imkaniyet var. Ben abay dağıtmen. Ben programını sırları, üzleri emez. Qanday qilib bir 5 munodir shaklda bo'ldi ki deb men har bir program yozganda shu yoqqa qarab turib intilib turib program tuzumi. Mushuningda bir haqlar bir talash tortish chiqqandiki, haqlar mushuning bir qarshi fikr qilsa, men qarshi fikr qilgan odamda intayin suyunaman. Shu bizning tarixdagi birinchi jumuriyatdimi mening deganim bir qarshi fikr chiqmabdi. Birinci Cumhuriyet'ten aldığım kıtım sözlügendimi, sözlep ötkettim, sabit damılarını kolu ağanını. Xitaylarım kırgezmepti ki, Kaşgar diye Uygurlarının şu vaxtaki Cumhuriyet'nin paytaxtı. Şu paytaxtıga 4-5 Uygur kırıp, o sabit damılarını tuğan yer diyen Uygurlarının şu vaxtaki ordusu. Şu orduga 3-4 adam kırıp sabit damılarını tutup gelse, bir adam aldığı çıkıp, nime kıldınlar demekti ki. O nima ikkinchi jumuriyatdimi G'uljitga isqoqbak qilib kelib Ahmadjon Qosimlar 11 bitimni so'zladik desa, men 11 bitimdan betar texmi hayron qoldig'im. Bir odam chiqib, "Hey, mushunchilar bizning davlat ism harbiy hammani berayotgan narsa nimashqa beryaptiq" deb savol so'ramay, meni texmi hayron qoldig'ini. Shundan odam o'rnidan qilib 7 minut chavoq chopdi. 11 bitim keldi deyse, ben aldığım kıtımı dedim, şu an 2013 yıl bağında G'uljitga ziyonlar bilan o'ttirib qilib, oşu 7 minut çavak çağanda çavak çalmagan bir adam var mı ki deb so'rasam, aşağı bir yozuvchi vatdi, men oshni izlanib so'rab baksam, bütün klubda çavak çalmagan bir adam yok ki deydi. Şunda hiç nimaga biz qarshi fikr qilolmaymiz. Hozir masalan nurg'un bir mening o burunqi tanishlarim men bilan aloqa qilmaydigan bo'lib ketdi. Gaylari sen Dünya Uygur Kurtini tanqidlading deydi. Gaylari sen mavi hadis inkarchilarni qo'llaydigan to'rda so'zlading deydi. Bu biz Uygurlar har qanday ishni shaxsiylashtirib olmishganda, bu bir narsani analiz qilganda har qanday narsani bir talash tortish xarakteri bo'lganda, endi bu narsani tilga yetalaymiz biz. Amerika'da şu CNN en çoğun turlarda Cumhuriyet Partiyası bile Demokratiya Partiyasının şu palata ve hava palata azaları şey kat, besnadır, acayip bir kat hücum kılıldı. Bunlar yakın ağaynlar. Müzakirde düşkendiken üzünün köz karşı közü, üzünün ağaynisi yani birbirine hizmetini kılıp bir manıdı. Uygurlar şunu ügüneyli. Besnadır kılışın ügüneyli. Mana her kandak tanqidi paranglar bo'lsa, men dedim, mendan so'ragan savol javobsiz qolmaydi. Shunday qilib, men so'zimni boshlar. Biz 36 yila va Uyg'urlar leksiyasining 6-qismida qurolli bilanlar emas, aql bilan g'albini qo'lga keltirishni nishon qilgan yila ustida to'xtaymiz. Bir davlat
Qanday? Ayroqqa to'xtab turma, birinchi rasmga keling, birinchi rasmga. Eng topida, eng topida birinchi rasm deb qo'ygan. Mana. Men 17 Xitoychilikda men yo'g'on ko'ksed mandaqında duglab qo'ydim. Bu 17-yili degan oyatda Paojuan Yingyu deydi. Bu yilining ismi. Men tuandikisi bu yiliga shu vaqt bergan tushuncha men tuanda so'zlayman. Mush 17-yili men yilining ma tarafdikisi mush Songzi Bingfada harbiy kitobda bu yiliga bergan tushuncha. Shuning uchun men tuanda so'zlayman. Bugun to'xtamoqchi bo'lganimiz mush 17-yili 36 yılın içindeki 17. yılı. Bir devlet qanday qilib yana bir devletni az menfaat berish orqali o'ziga bosh egdirdi. Bir armiya qanday qilib az qurbon berish orqali yana bir armiyani vayron bo'lish yo'liga boshlaydi. Bir millat qanday qilib yo'qlan yolg'on narsalar bilan yana bir millatni bütünler yo'qotishga intildi. Bir savdogar qanday qilib o'zining mollariga xaridorlarning diqqatini jalb qiladi. Bir tashkilot qanday qilib boshqa tashkilot yoki tashkilotlarni yordam qilgan qiyofatga kirish orqali o'zining changiliga tushirib oladi. Bir odam yana bir odamni qanday qilib jila qilish yoki erkiltish orqali o'ziga qarshi turmaydigan yoki o'ziga xizmat qiladigan qilib oladi. Xitoy bilan Uyg'urlarning aql ilishish va itishish maydonlarida Xitoy qanday qilib Uyg'urni qiltaqqa tushirgan va tushiryotidi. Uyg'urlarning rahbarlari qanday qilib az manfaat uchun butun millatni vayron qilgan va qilyotidi. Dünya Uyghur Kurultayı qanday qilib atalmış favqulodda qurultayda Rabia Qodir xonimga oliy rahbar degan quruq ataq berish orqali siyosiy o'zgarish ilib berib, Uyg'urlarning ming taslikka yetishgan birligini buzib tashladi. Dünya Uyghur Kurultayı qanday qilib Wei Jinsin degan Xitoyni Uyg'urlarga damlatish orqali Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan düşmanlik kayfiyatini acillashtirishga tirishdi. Bu masalalarni sayohat qilish uchun 36 yilning ichidagi eng go'zal yili deydi buni. 36 yilning ichidagi eng go'zal yilining biri bo'lgan, yana 36 yilining 17-si bo'lgan qum chichib marvoyit olmoq. Kesak berib, qosh tishi ilish ustida to'xtaymiz. Oldingi 30 yilda va bugungi kunda O'rta Osiyoni qo'lga tushirish uchun Xitoy bu yillarni qo'llanib keldi. Qozog'iston bilan Qirg'izistonni asosiyatdan changilga tushirib oldi. Xitoy iqtisodiy taraqqiyotni yamchi qilgan bir balvoq bir yo'l orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarni Xitoyning mablag' yurish-turish qiltig'iga tushirib olib, andin keng ko'lamda iqtisodiy kontrol qilish va siyosiy tahdid silishning qurolini qilib oldi. Xitoy o'z iqtisodiy kuchidan foydalanib, bir balvoq bir yo'l siyosati orqali necha 10 davlatlarni uzun muddatli qarzga tushirib qo'ydi. Buning bilan bu davlatlar Xitoyga texmi zo'r qoyingan hamda Xitoy bu davlatlarning xalqlik mahsulotlarining bozoriga yetakchilik qilishga urindi. Misoli, batareya va texnika sohasida oz uchraydigan tezilma boyliqlarni ichish siyosatini amallashtirdi. Qanday qilib demokratiya degan narsani bozorga silib, Amerika va G'arbni 40 yil oldida Paojuan Yingyu so'zma-so'z tarjim qilsak, kesak berib, qosh tishi ilish. Lekin Uyg'urchada bunday turaqliq ibora yo'qkan. Shuning uchun men qum chichib marvoyit olma deb ishlatdim. Chunki Uyg'urchada mushtaq bor ekan, ham mushni mushtaq tarjim qildim. Keng doirada aytganda, bu yillarning xususiyati
psikologik kategoriyaga qaraydi. Bu hiyla kichikdan yo'g'on ishni keltirib chiqish, boshqalarning o'y fikrini bilib olish, aldamchilik qilish, tiltoq silish, ko'z bo'yamchilik qilish, qo'rqitish, oq qorini almashtirib etish va almashtirib etish, yolg'onni rost qilib ko'rsatish, rostni yolg'on qilib ko'rsatish, suvni litib biliq tutish, yoshirin ish qilish, odamlarning nafsini yomon yo'lga yetaklash, o'ziga nisbatan arzimas so'z, fikr yoki mulozimatlar bilan boshqalarni texmo qimmatlik to'hfalarini jalb qilish qatorliqlarni nishon qiladi. Bunday qilish orqali dushmanni ojizlashtirib va qoymoqtirib, dushmanga ilib bormoqchi bo'lgan g'albilik jismoniy hujumning muvaffaqiyat qozonish ehtimolini oshirdi. Xitoy strategiyachilari, mutafakkirlar, logiyashunoslar, siyosatchilar sarlab, misqollab hisoblab, umumlikni nazarda tutib, harbiy, siyosiy, diplomat, tashviqot, savdo, jug'rofiya, havorayi va psixika qatorliq tang doiradagi ilishishlarni inchik tekshirib va tadqiq qilib, tarixdagi g'iralishib ketgan sonliq ma'lumotlarni turga ayirib, bu 36 yilini 6 bobga bo'lib, har bobga 6 yil solgan. Oldingi 3 bob üstünlükte erişkende qo'llanilgan taktika. Keyindeki 3 bob nachar holatga tushib qolganda o'ylashadigan tadbir. Bu 36 yilini 6 bobga ayirishning logikalik sababi nima? Her bir bobdagi 6 yili nima uchun shu bobga tava bo'ldi? Biz suhbatni muvofiq yerga kelganda to'xtaymiz. Rasm 2ga kelinglar. Mana. Bugün biz sözlemoqchi bo'lganimiz 3-bobdagi 5-yili. Bu üstünlükni olgan vaqtgacha yana 36-yilidagi 17-si kesak berib qosh tishni ilib. Mana yilaga Xitoycha bergan tushuncha. Xitoycha bergan tushuncha nalarga har qanday Google kirsanglar mushu xatni yozib qo'ydi. Bu yiliga bergan tushuncha men tuanda bularni tafsili so'zlab o'tma. Bu biz oldi bilan 3-bobning mazmuni, 3-bobning mazmuni bilan qisqa tanishaydi. Endin biz so'zlamoqchi bo'lgan bu yila yana qum chichib marvoyit olmoqning nima uchun bu bobdan makon topganligini bilamiz. Hamda Xitoyning aql siyraklarini yaxshi tushunishimizga va ulardan o'rganishimizga ma'lum foydasi bor deb o'ylayman. Raqibni stad tutib uningdan o'rganilmagan millat ig'izga olg'uchiligi yo'q millat. Men gay vaqtida qum chichib marvoyitni olmak, gay vaqtida kesak berib qochtish ilvaq ikkini almashtirib tushirdim. Uyg'urcha 3-bobni Xitoycha Gong Zhangji deb olgan. Uyg'urchaga hujumga o'tish plan deb olsak, meningcha ma'nosi eng yaqin keladi deb o'ylayman. Hujumga o'tish plan degan bu jumladagi eng muhim so'z bo'lsa, hujum. Plan degan so'z bo'lsa, hujumga o'tish oldidagi holat, ahvol, vaziyatlarning yuzlanishidan va buningga qarab chiqaradigan qarorlardan ishorat berdi. Lekin hujum bo'lmasa, plan faqat quruq gap nazariyasidan olqib o'tolmaydi. Tunzi harbiy qoidasida bu bobga munda tushuncha bergan. Rasm 3ga kelinglar. Mana. Ma so'nggi harbiy qoidasida, so'nggi kitob deymiz-ku, bu Xitoylarning eng zodi faxrlanan kitob. Bu kitobda mana buningga bergan tushunchasi ma'lum. Men oldidagi bir nechini ma'lumotga chekitlik pashdan
aldırki ma bir neçesini men Uyg'ur tarjim qilib qo'ydim. Qolganlar tushunmak biroq oson deyman. Buni tushunmasalar ular tushunalaysilar. Men deb birinchi chekit pashni oldiki ma o yi kosher sar xodung degan birinchi pashning gapi gumonliq nuqtani bayqagandan keyin inchik tekshirib aniqlash kerak. Qayta tekshirib ondan munosib harakat qilish kerak. Amaliyotda bu yoshirin dushmanni bayqashdagi muhim vosita. Mavo chekitlik pashning oldidagi birinchi 8 harf shu. Chekitlik pashning keyingi ikkinchisi mavo chao ji ju shi zhuan huan zhen qu dudong deydi. Buni vaziyatdan apchillik bilan foydalanib o'z ahvolni o'zgartib tashabbuskorlik huquqni qo'lga keltirish kerak. Üçüncüsü, üçüncü çekit peşin aldı ki, day tian yi kunzhi, yung ren yuzhi. Bu gapning ma'nosi tabiiy shariat dushmanga foydasiz muhit yaratganda sunniy soxta ko'rinish orqali dushmanni oldirish kerak. Tashabbuskorlik bilan hujum qilish xatarlik bo'lganda dushmanni oldirib hujum qilish kerak. En ahirkisi masum nait muhim gap lei qi qi li xiao qi dou zhi san er hu qing degan gap. Dushmanning jismoniy kuchini quritib, kurash irodasini parchalab, harbiy ro'yi tarqalganda uni vayron qilish kerak. Buning orqali zo'rur bo'lmagan qon to'kib qurban berishdan saqlanğını buldu. 11 bitimni muzokara qilish jarayonida mushu yillarni ishlatgan shularni to'xtab turaman mana. To'xtab turaman. Air conditioner, can you lower the air condition? It's too hot. Bir haqiqatga bir so'z bo'lib qoldi. Mana bu yila bo'lsa urush qilishdan burun men ani kichkam tushuntirib qo'ydim, chunki hammanglarning xitoycha saviyasi unda uzun o'qimagan gaylar nurg'ula o'tir asiyatkilar nurg'ula bilmaydi. Bu asli yiliningki xitoylarning so'ngzi bingfa so'ngzi deysa xitoylarning butun harbiy kitobininki nima bu hatto Amerikaningki harbiy maktab va West Point aşağıda bu kitabını ders ötüdü. Şunun aşağıdaki muşun boğan düşüncesini biraz düşündürüp ötüp gittim. Bu yine bulsa uruş kılıçtın burun düşman askerlerinin iradını acillaştırışını asas kılgan sıhhit yoki ruhiy hücumni ko'rsatdi. 11 bitimni söhbət qilgan jarayonni ko'z oldinglar aytinglar. Dehqon tilida esa dushmanni qo'rqitish uchun yuragiga solgan hayva hücumni ko'rsatdi. Şəhərni iliş üçün ilib barğan əsgərlərinin əməli hücumini göstərməyi. Uruşның qarşı tərəfə əkildiğən vəyrançılığını və balayı afətlərini göstəriş arqılı qarşı tərəfinin cəngvarlığını sundurduğan təhdidini göstərdi. İki qoşunun o'ttirdagi rəsmi cəngni göstərməydi. Bu ilə hücum qilish orqali dushmanni ojizlashtirib rasmiy hujumning g'alaba qozonishiga kafolat qiladigan ehtimolni o'stirdi. Go'yi vaqtlarda hujum qilish bir general uchun eng oxirgi amal va tadbir. Chunki hujum o'zining jangchilarning tog'da to'langan jasadlarini aks ettirdi. Hujum qildi, askar mushta o'ldi deb har qanday general o'ylaydi. En yaxshi tadbir bo'lsa, qarshi tarafni urush qilmay, taslim bo'lishga qoyil qilish yoki qarshi tarafni to'qinishdan hech qanday foyda topolmaydiganligiga ishontirish. 11 bitimning suhbat mushu. Agar har qatim mushu 11 bitimni istinglar, agar hujum qilish to'g'ri kelganda en az asker qurban berish ve en az başka manba chiqim qilish orqali nishonga yetish. Bu babdagi hujum harbiy kuch orqali qilgan hujumni ko'rsatmaydi. Bu harbiy kuch bilan ilib boradigan hujumdan burun qarshi tarafni
qalaymakanlaştırış, dangırtış, mücmelleştiriş, iradını yo'qotish, ishonchni ojizlashtirish uchun ilib borgan ro'yi hujumni ko'rsatdi. Dushmanga kichik foyda berish bilan ularni gumonga silib qo'yib, yoki hujumga o'tlanmaydigan, yoki kayniga chekinmaydigan qilib qo'ydi. Mana daryosi biz yoqqa mushtaq qildi bizni jonjo'jo. Bir joyda midirlamay uzun kurguluş orqali charchitib, urush irodasini ojizlashtirib, diqqatini tarqitib, qarshi tarafning askarlarining chechilib ketishga yoki qichib ketishga shart sharoitni yoritib berib, endi hujum qilganda ularning muntizam qismini tarmar qilib, g'albisini qo'lga keltirish ehtimolini o'stirdi. Birinchi Cumhuriyetni shunda mag'lub bo'ldik, ikkinchi Cumhuriyetni shunda mag'lub bo'ldik. 36 yılının 3. babı bolsa muşularını közde tutup rətlib yazılgan. Bu babda 6 yılı bab. Bugün biz sözməkçi bulgan yıla muşu babqa, yana 3. babqa təqsim qılıngan. Pao Zhuan yingyudiki Pao degan birinci xatni, bunu Xitaycha birinci xatni degan Pao degan xatni berib de tərcim qıldım bu yerda. Əməliyyatda bu ilə bu xət köp mənalı olub, beriş, qaşlaş, aldaş, damlatish, tökmə qilib setish, cila qilish, erkiltish, izliqtirish qatorliq mənalarını bildirdi. Bu ilə Pao Zhuan yingyudiki 3. xət yin degan xətni ilval deb tərcim qildi. Əməliyyatda bu yildiki bu xətmi köp mənalı olub, ilval, tartıval, başlaş, kapşurval, keltiriş, qo'zg'amoq qatorliq tushunchalarni ichiga oladi, bildirdi. Biz oldi bilan bu yila yana qum chechib, marvoyit olmoq dastlabda qandoq kelib chiqqan, nima mazmunlarni bildirdi, qandoq qilib qovlinib bu yila bugungi kunda Xitoylardagi Pao Zhuan Yingyu degan tamsilga aylangan. Bu tarixiy ko'rinishni bilib qo'ysak, bu yiliga bo'lgan tushunchimiz bir qadar mukammal bo'ladi. Hamma Xitoy madaniyatiga bo'lgan tushunchimiz inchiklaydi. Bu yilani tasvirlaydigan jumla harbiy qomus 36 yilida dastlabda bunday yozilgan. Mana qiymat tuanga tushiring. Bu qizil xat bor tuanga. Unda sal tushunat achadilik bir tushiring tuanga. 5-babda. 5-bab. Bir Xitoy chiqartpachi 7 xatlik. Ayan tuanda o deymi. Ana to'g'ri. Ashxat. Ana yoqda ketdi. Ana ashxat. 36 dastlabda yozilganda, ana anda deb yozilganda Xitoy 7 xat bor. Lei Yuji Jimingye deb yozilgan. Bu gapning ma'nosi dushmanni aldaydigan va ozdiradigan usullar nihoyat ko'p. Düşmanga yolg'on narsani rost narsa, düşmanga yolg'on narsani rost narsaga butunlay o'xshaydigan qilib ko'rsatilgan usul eng unumli usul. Mana bu bo'lsa, qum chechib marvoyit olmoq degan hilaning meg'zi va asla kelib chiqish manbasi. Xitoy strategiyachilari, mutafakkirlar, logikashunoslar, siyosatlarning nuqtai nazarida agar yolg'on narsani rost narsaga o'xshash qilib, rost narsadan ayrig'ini bo'lmaydigan qiyofatda ko'rsatsang, andin dushmanni olda olaysan. Dushmanda xato tuyg'u keltirib chiqa olaysan. Dushmanni xato hukm va xato qaror chiqarishga yetaklaysan. Xitoy aql ko'rsatkichilarining ko'z qarshida bir yilani ishlatish uchun qarshi tarafning rahbarlarining harbiy ishlar saviyasi, ruhi saposi, qiqa chiniqishi, xarakter, mijoz oloydiligi qatorliq uchurlarni aniq ma'lumot ilinsa, bu yila rol o'ynay oladi. Bizning birinchi ikkinchi jumriyatda hammasi Xitoylar bu dünyada bütün rolunu hemmimiz bilip boğan. İkinci Cumhuriyet'te bizdeki en dağlık rehberlerimizle Ürümçik, Ekülüt, Eşet, Nekçe, Billi yaşap olan bütün mücad royu hemmimiz bilip boğan. Şunun için 11 bitimde şunda bitim olanın
ularning qo'liga bir go'kar qilib ko'rsatib o'tgan. Qum chechib marvoyit olmoq degan yillarning yadrosi bo'lsa olmoq. She'irlarning tabiatini va mazmunni yoshirin o'zgartirib, aplab-saplab aldab, ko'zbo'yamchilik qilib, yolg'onni rost qilib ko'rsatib, orif narsani ko'p qilib ko'rsatib, bir tal tuxumni berib, uning qo'lidagi go'garni ilib olish. Bizga keyin tuvanda so'zlayman. Bizga 11 bitimda baga olgan narsa birdan turib tushuntirsa, qanday narsa bada qanday narsa ilib oldi. Bu yerdagi qum va marvoyit bo'lsa, bir xil obrazlik o'xshatish. Qum bo'lsa kichik manfaatni, yamchukni ko'rsatadi. Marvoyit bo'lsa urushning maqsad nishon va cho'ng g'albisini ko'rsatadi. Marvoyit olmoq bo'lsa nishon, qum chechish bo'lsa nishonga yetish uchun ilib borgan usul vosita. Beliq tutish uchun qamoq yemi kerak. Beliq avval bir oz yemchuk tetigandan keyin andin qamoqqa chiqadi. Dushman bir oz foydaga ergishib, qamoqqa tushib mag'lubiyatga uchraydi. Qum chechib marvoyit olmoq, kesak berib, qosh tishi ilib olish bo'lsa, bir xil yoki bir xil hiyla. Aql qilib ishlatganda o'zining tushmagan yuza fikrini o'ttirga qo'yib, boshqalarning qimmatli fikrini o'ttirga chiqarish uchun ishiltadi. Bu Amerikada idoralar nayt muhim. Doim bizning idoralardimi, bizning bosh direktorlar kelib, o'zining oddiy fikrlarini qo'ydi. Undan keyin biz hammamiz o'zimizning fikrini bergandan keyin shu orqali u o'zining planini mukammallashtirdi. Hiyla qilib ishlatganda buni hiyla qilib qo'llanganda u latofatlik, nazokatlik, adablik va mardona mazmunni yo'qotadi. Bu vaqtda u kichik manfaat berish orqali cho'ng manfaatni qo'lga keltiradigan aldamchilik, ulangchilik, ozdirish qatorliq xato yo'lga boshlashlarni bildirdi. Hozirgi davrda chechib, berib, olmoq, ilvol degan elementlarning ma'nosi kengayib, harbiy, siyosiy, iqtisodiy, diplomat sohalarida mundaq mazmunlarni bildirdi. Birinchi, kesak degan odatdagi pulga yormaydigan narsa. Qosh tishi va marvoyit bo'lsa, qimmati va sifati yuqori narsa. Bu ila oddiy narsani berib, qimmatli narsani qo'lga keltiradigan usulni ko'rsatdi. Bu Uyg'urdagi qum chechib marvoyit olmoq degan bilan o'xshash ma'noda bo'ladi. Bunday natijaga yetish uchun qarshi tarafni aldab, qo'lingdagi kesakning muhim roli bor degan bir tuyg'uni ularda paydo qilib, ularning qo'lidagi qosh tishni sening qo'lingdagi kesakka tegishishga majbur bo'lishi kerak. Misali, Birinchi Dunyo urushida Germaniya Chaurusiyadan nurg'un yerni talab qildi. Lekin Rossiya uni rad qildi. Shu vaqtda Germaniyaga surgun qilingan Lenin Germaniyadagi bir dongliq advokat orqali Germaniya hukumatiga shunday deydi: "Agar sizlar mening Rossiyaga qaytishimga yo'l qo'ysanglar, iqtisodiy yordam qilsanglar, men huquqni olgandan keyin sizlarning shartlaringizni qabul qilaman va sizlar bilan tinchlik to'xtam tuzaman. Sizlar Rossiya urush maydonidagi 20 diviziya askarni boshqa joyga yutkalaysiz." Bu yerda Lenin bolsheviklarga hech qanday huquqni olmagan vaqtida hech qanday ahamiyati yo'q yerni germanlarga berish orqali Rus hokimiyatini qo'lga olish yo'lini ochdi. Demisanglar muvofiq qildi. Shuning bilan Germaniya Leninni qo'ydi orqali Moskvaga u yoq hayda opirdi. Ular Leninga shundacha pul bilan aytdi. Lenin shu pullarni ishlatdi. Rossiya ilib, Rossiyaga nurg'un yerlarni shu vaqtda Lenin berdi. Ham u Germaniya bilan urushni to'xtatdi. Germaniya Rossiyadagi 20 diviziya askarni boshqa urushga haydaydi. Germaniyaning 1 diviziya askar Rossiyaga o'xshamaydi. Rossiyada 1 diviziya odat 10 ming askar bo'ldi. Germaniyada 1 diviziyada 20 mingdan 22 ming askar bo'ldi. Demak, 250 mingga yaqin askarni boshqa yutgan edi.
Yani mesela Zhang Zhenzong Ahmetcan Qosimovga avtonomiya beraman degan va'daga Sharqi Turkistonning mustaqilligini tegishdi. Tuvanda so'zlaydi. Ikkinchi, bunu o'zining ishmagan yuza fikrini o'ttirga qo'yib, boshqalarning qimmatli fikrini o'ttirga chiqishga qilingan tirishchanlikni ko'rsatdi. Masalan, yetishgan yetakchilar o'zining oddiy planni o'ttirga qo'yib, boshqalarning noyta qimmatli, yenglik yoritadigan fikrlarini tozalaydi. Buning orqali o'zining strategiyalik planni mukammal qila oladi. Yana misali, hammamiz Facebook'ni ishlatamiz, to'g'rimi? Facebook'ni ijod qilgan Mark Zuckerberg dastlabda Facebook deb yozmagan o'z ismini FaceMash degan formatni ijod qilib Harvard maktabida e'lon qilgan. Facebook emas, uning dastlab ismi FaceMash. Uzun o'tmay savoqdishi, uning o'zini bir savoqdishi Divya Narendra ijod qilgan o'xshash tipdagi ideyani ko'chirib, ilib uning ideyasini. Onun bilan birlashma buni deb turib Facebook degan otni qo'yib dunyoviy to'rga aylantirdi. O Diva Narendraga 60 milyon dollar beribla uni tinchiktirdi. Gap qilmas qildi. Uchinchi, qopqa va yemchik hozirlab, endi bu yemchik bilan dushmanni o qopqonga aldab akirish. Mesela urushlarda dushmanni o'zining askarlarini bosh qolgan va kechib ketib borganga o'xshash xato uchurlar bilan ta'minlab, ularda xato tushuncha paydo qilib, yoshirin tayyorlab qo'ygan qopqonga akirib yo'qtish. To'rtinchi, bir davlat yana bir davlatga ozroq manfaat berish orqali u davlatning iqtisodini kontrol qilish. Mesela Xitoy bir vaqt bir yo'l siyosati bilan Qozog'iston, Qirg'izistonga tuvan o'simlik qarzi berish orqali bu ikki davlatning banka va boshqa boyliqlarini kontrol qila qolmay, hatto nurg'un zaminini Xitoyga o'tkazib berishga majbur bo'lgan. Xitoyga o'tkazmagan, Xitoy Qozog'iston Xitoyga o'tkazmagan ya butun Qashqardan cho'ngjimonlar uni rasmiy o'tkazib berayotganlar. Beshinchi, yolg'on narsani rost qilib ko'rsatib, bir davlat yoki tashkilotning huquqini qo'lga olish. Masalan, Xitoy dunyodagi eng tanliq markalarning ismini ishlatib yosagan yolg'on narsalarning soni yo'q. Bular orqali shu markalarningki bozorini qo'lga olgan. Oltinchi, g'oyada ikki qosh tishning ichidan birisini kesak deb qoshlashga to'g'ri keldi. G'oyada ikki kesakning birisini qosh tishi qilib ilib olishga to'g'ri keldi. Mesela Ruslar Sharq Turkistonni kesak deb Xitoyga berib, ichki Mongoliyani qosh tishi qilib ilib olgan. Xitoy ichki Mongoliyani kesak deb tashlab berib, Sharqi Turkistonni qosh tishi qilib ilib olgan. Bu yerga berib ilib ol degan so'zning javri bo'lsa ilib ol, berib bo'lsa birinchi bosqich. Faqat uningdan olaman degan narsani ilib olganda bu yila amalga oshadi. Biz berib etishni bilmas, ilib olishni uqmagan billar. Biz tuanda misollar orqali bu yila ustida tafsili to'xtaymiz. Men xuddi oldingi yillar so'zlab o'tgandek har bir yilani muvaffaqiyatli misollar bilan ma'nosini tafsili ommabop va dehqon tilida tushuntirishga boshlaydi. Har bir yiliga Xitoy tarixidan, xalqaro sahnasidan va Uyg'ur Xitoy tarixida bo'lgan qil sinashdan, Uyg'urlar ichidagi urush talashlardan 10 misol ko'rsataman. Bu misollar harbiy, siyosiy, iqtisod qatorli o'xshagan sohalardan ilindi. Uchinchi, har bir yilini Xitoylar Uyg'urlarga qanday qo'llangan va qo'llanayotganligini tushuntirishga tirishman. To'rtinchi, Uyg'urlar bu yilani qanday ishlatish to'g'risida maslahatimni beraman. Rasm 4ga olib qo'ying. Mana bu şeyga. Bu yila Xitoycha Paozhen Yinyu yana kesak berib, qo'shtish ilval degan tamsili bilan ifodalanishi Xitoyning klassik hikoyasidan kelib chiqqan. Xitoy tarixida 618 dan 907 yilgacha bo'lgan oraliqni Tang sulasi, Xitoycha Tang deb ataydi. Bu davrda
Rasmni ko'rsanglar, men ma yo'q qo'zg'uyga uning ismi Jovgu. Ma endi pakaroq seriq ko'rinayotgan ismini Tangjian. Bu davrda Jovgu degan bir o'sha qo'yib qo'ying. Bu davrda Jovgu degan bir shoir bo'lib, bu shoirning she'rlarini men yaxshi ko'raman. Jiq she'rlarini o'qigandek yaxshi yozdi. Bu Jovgu degan bir shoir bo'lib, u she'rni nihoyatda yaxshi yozdi ekan. Yana biri Suzhou shahrida yashaydigan Changjian degan odami bo'lib, u she'rni yaxshi yozadi ekan, lekin Jovgudek yaxshi yozolmaydiganligini bildi ekan. U Jovgudan o'rganadigan fursatni izlab yurganda, Jovguning o'zi turadigan Suzhouga sayohatga kelganligini anglab nihoyatda xush bo'ldi ekan. Lekin Jovgu osonlikcha talab bilan she'r yozadigan odam emas ekan. Jovguni she'r yozg'izish uchun Changjian shundoq deb o'ylaydi ekan. Jovgu bu Suzhou shahriga kelgandan keyin cho'qim Ling Yanshi Butxonni ko'rgini keladi. Agar men Butxonning timiga she'rning kayni ikki misrasini yozib qo'ysam, Jovgu buni o'qib, cho'qim oldidagi ikki misrasini to'ldirdi. Xuddi Changjian o'ylaganda Jovgu bu Butxonga keladigan, bu tomdagi she'rni o'qib, she'rning oldidagi misrasini to'ldirgan va to'ldirgan bu ikki misra ajoyib isil yozildi ekan. Changjian Xon degan kesak to'g'rimi? Xondagi kesakka ikki misra she'r yozib, Jovguning nihoyatda isil ikki misra she'rni paydo qildi ekan. U davrlarda Xitoy nihoyatda isil narsani qo'shtishi deb ifodalatdi ekan. Shuningdan keyin Xitoy bu voqeani Changjian tomdagi kesakni damlatib, qo'shtishini ilib oldi deb tasvirlaydi. Bu Uyg'urlardagi qumchichib marvoyit olma degan tamsil bilan o'xshab ketadi. Asta-asta Xitoy qimmati tuvan narsani taqdim qilish orqali qimmati yuqori narsani qo'lga keltirgan usulni kesak berib qo'shtishni ilib ol degan tamsili bilan ifodalaydigan bo'ladi. Keyinchi asta-asta 36 yilni 36 yilani 17-sini bunun bilan ifodalaydigan bo'ldi. Chunki 36 yilninki eng oxirgi 3 dan boshqa hammasi 4 harflik so'z bilan ifodalangan. Har qanday hukmni misol bilan yaxshi tushuntirgani bo'ladi. Biz bu yiliga munosabatli 10 misollarni ko'raylik. Yuqorida nurg'un qisqa misollarni o'tirib ketdim. Hamda rasmiy o'xshamagan ahvollarda kishilar bu yilani qanday ishlatganligini nazarimizga solaydi. Birinchi misol rasm 5 ga kelib qo'ying. Rasm 5 yo'q. Ya, bunun ustidagi bu rasm 6. Bunda bir xarita bor. Ya, qilamidan sonra. Mana rasmni qarsanglar, oyat bir xatni kichik xatni bunda qizil bilan bunda cho'gab qo'ydim. Uning aslida chu degan bir xat bor. Bu ikki davlatning o'rtasidagi nimani so'zlaymiz? Mana kichik bu degan jov. Tuandira qarsangiz, ya'ni bu degan bir xat turdi. Ya'ni yo'yizliq, yeshilning ustida bu degan cho'ng davlat, jov degan kichik davlat, mushikni o'rtasida yozilmas. Bu xaritaning to'pida Xitoy xat bor. To'pini sal tushirgan to'piga. Ana bu mana shu so'ngda harbiy qonunda kitobda buning to'g'riliq yozilgan hikoya. Men tuanda shu xatning hikoyasini sizlarga so'zlab beraman. Bu shu Xitoycha shu yilani tushundirgan shu misol. Millatiydan bu avval shu eng oldi bilan to'g'rimi? Bu Xitoylar takrorlanib chiqqan misol bo'lgandiki, oldi bilan bu yillar Xitoylar ratlab chiqqan yillar bo'lgandiki, oldi bilan Xitoy tarixidagi bir misol bilan boshlaylik. Xitoy harbiy kitoblarda bu misolni birinchi bo'lib ko'rsatdi va Xitoy tarixi kitoblarda bu yillar to'g'riliq ko'rsatilgan eng ko'na misol shu. Misol. Ben milladiden 700 yıl burun hazırki Xitoy yaşayotgan zimin nurg'un davlatlar bulup, mana mushuni xaritda ko'rsanglar, mushunda Xitoy 10 necha davlat yo'qdir.
Bu devletler ara bir-birini yoktur uğruşlar to'xtamaydi ekan. Chugo degan devlet, Jaugo degan devletga hujum qilib shahar sepilni yiniga keldi ekan. Jaugo kichik davlat bo'lg'achqa shahardan chiqib urush qilsa mag'lubiyat bo'ladiganligiga ko'zi yetib, shahar darvozasini chin etib qarshilik bildirdi ekan. Jaugo qo'g'dashga oson, bu kichik davlat Jaugo qo'g'dashga oson, hujum qilishga past yerga o'rinlashgan bo'lg'achqa Chugoning barliq hujumlarini chekindirib yetdi ekan. İki armiya bir oydan ortiq tirkishib turdi ekan. Cho'qma cho'ng davlat Chugoning harbiy maslahatchisi Jusha vaziyatni analiz qilib, bu shaharni hujum bilan emas, faqat aql bilan ilish kerakligini tushundirdi ekan va podshoga shundoq deydi ekan. Hujum qilib olmoq tas. Düşmanni aldab shahar sirtiga boshlab chiqib yo'qtayli. Bir oydan ortiq Qo'rshovda qolgan shahar ichida o'tin qolmaydi. U vaqtda butun issiqlik o'tin bilan bo'ldi. O'tin qolmaydi. Biz ozroq askarlarni o'tinchilardan yasinib, tog'dan o'tin akilishga avtayli. Kichik davlat Jaugo cho'qim bularning qo'ldagi o'tinni bulaydi. Biz 10 kunda o'tinlarni bulab akirib ketishga yo'l qo'yayli. Bular bexo'dalik qilib ko'p askarlarni o'tin bulashga chiqarganda ularning chekinish yo'lini uzib tashlab yo'qotib, andin shaharga hujum qilsak g'alaba qozonamiz. Bu gapni anglagan podsho gumonlanib, sening bu qiltig'ingga ular tushamdi deb so'raydi. Jusha bu harbiy maslahat shundoq deydi. Podsho xotirjam bo'ling. Kichik davlat Jaugo kichik davlat bo'lgan bilan noiti hakavur. Hakavur odamda aql kam bo'ladi. Aql kam bo'lgan odam qiltaqqa o'ngay tushadi. Şunun bilan bu cho'ng davlat Chugo degan şunun bilan Chugo degan davlat 50 askarni o'tlanchilardek yoslib tog'dan o'tin kesib kelishga avtidi. Bu 50 odam o'tinlarni dumbisiga otib qaytib kelayotganda o'tinga zor bo'lgan kichik davlat Jaugo davlati darrov bir necha yuz askarni avatib, bu 50 bu 50 tak o'tinchini tutib oldi ekan va o'tinlarni shaharga akirib oldi ekan. Cho'ng davlat Chugo kundan kunga chiq odamni o'tin akilishga avatidi ekan. Bulardan o'tinni tortib olish uchun Jaugo kundan kunga ko'p askar avatidi ekan. 6-kuni Chugo bir necha yuz odamni o'tin akilishga avatidi ekan. Bu o'tinlarni tortib olish uchun mingdan ko'p askarni Jaugo avatidi. Bu askarlar o'tinchilarni tutmoqchi bo'lganda cho'ng davlat Chugo bularning orqa yo'lini uzib tashlab Qo'rshovga ilib yo'q dedi ekan. Mingdan ko'p askari biroqlar yo'qolib ketgan bu kichik davlat qopqonga tushib qolganligini his qilib, endi qarshi turadigan kuchi qolmaganligini bilib taslim bo'ldi ekan. Bu yerga kesak bo'lsa ilib olgan, bu yerga kesak bo'lsa o'tin, ilib olgan qosh tishi bo'lsa Jaugo degan davlat. Bu kichik davlatning o'tinga bo'lgan ehtiyojidan foydalanib, o'tinni qiltaq qilib g'alabaga qozondi ekan. Xitoylarning So'nggi Bingfasda har qanday xatarda mushi yiliga ko'rsatgan eng klassik misoli mushu. Bu Xitoylarning harbisida. Endi misol ishga kelayli. Rasm 6ga kelib qo'ying, rasm 6ni bir tushuntirib berdi. Mana rasmning o'ng tuvan tarafida bunday bir qizil chambarni sijab Hawaii Island degan. Bu Amerikaning Hawaiidagi Pearl Harbor oroli. Ikkinchi dunyo urushida Yaponiya hujum qilib vayron qilgan orol mushu. O'ttira bir yo'l Midway, to'piga Uyg'urchalar o'zim yozib qo'ygan, o'ttira yo'l oroli deydi. Bu orol Amerika qaraydi. Bu ikkisining oraligi 1800 kilometrdek yildi. Mayaqdagi seriq to'g'an, so'ng tarafı bu Yapon.
Bu o'ttir aral. Mushu urushda, mushu xaritamizda turinglar. Masalan, 1941-yil 12 oyning 7 kuni Yaponiya tuyuqsiz Pearl Harbor portiga, Pearl Harbor deydi inglizcha, hujum qilib, Amerikaning 9 urush paraxodini, 3 qo'g'dug'uchi paraxodini, 3 okean charlash paraxodini, bir chatma kemisini, 3 boshqa roli bor paraxodini, 347 aeroplanni vayron qilib, 2335 odamni o'ldirib, 1143 odamni yaralandirib, Amerikaning Tinch okeandagi havo va dengiz armiyasining kuchini oqsitib qo'ydi ekan. 1941-yil 12 kuni Amerika Yaponiyaga urush e'lon qilib, Ikkinchi dunyo urushiga rasmiy qatnashdi ekan. Ham shu kundan tortib Amerika Yapondan intiqom ilish fursatini izlaydi ekan. Baylar deyishcha, bu Yaponning bu hujum qilish vaqtida oldida Amerika shu vaqtdagi prezidenti Roosevelt nimaga hujum o'sha Ikkinchi dunyo qirishaydi, butun xalq unamaydi, bizni qarmasa o'zlarini o'tirib urushdi. Shuning uchun mushu urush Yaponning o'sha hujum qilganligini yulib turibmi, gap qilmay turgan, shu bu hujum qilgandan keyin anna xalqni ma'qul urush qatnashga ma'qul qilgan degan gaplar bor. Amerikaning hayta qurib chiqqan Tinch okean dengiz armiyasi Yaponiyaning Amerikaga qarshi yana bir cho'ng hujum qilganligidan xabar oldi ekan. Barliq qo'lga keltirgan uchurlardan bu qitimqi Yaponiyaning hujumi O'rta yo'l orolga, yuz qo'ydim, Uyg'urcha O'rta yo'l orolga yiktido deb faraz qildi ekan. Amerikaning Kilgrama texnikasi u vaqtida bo'lib, Yapon dengiz armiyasi bilan Yapon bosh qo'mondan shtabi o'ttirishga kelib ketib borgan barliq Kilgram kodisini qo'sab tutib oldi ekan va bu kodalarni yeshalaydi ekan. Yaponliklarning Kilgramda hujum qilgan nishonni AF degan ikki harf bilan ataydi. Amerikaning axborot idoralari analiz qilib, bu AF degan o'rta yo'l orali emas, O'rta Tinch okeanni ko'rsatdi deb yakun chiqardi. Lekin Kilgram maxfiy kodni yeshish guruhining kapitali Joseph Rochefort buningga qo'shilmaydi. Bu AF degan zodi nima degan ma'noni bilish uchun Joseph bir chivar tajriba ilib bordi ekan. Shu vaqtlarda Amerikaning qarmaqidagi Pearl Harbor bilan O'rta yo'l orali o'ttirsi suv osti telefon yo'li bilan aloqa qildi ekan. Men huzurda suv osti yo'l deb rasm qarsanlar bo'ldi. O'sha suv osti paraxodi kabel bilan aloqa qildi ekan. Kapitan Joseph Rochen lekin harbiylar orada o'zlarining alohida aloqa qilgan yo'li bor ekan. Lekin kapitan Joseph odatdagi tuzum bo'yicha maxfiy shifr tuzumini ishlatmay, bu suv osti telefon sim yo'li orqali bir xabarni oldi ekan. Bu xabarda O'rta yo'l orolidagi dengiz suyidan ko'z ayirish zavod buzilib qoldi degan gap bor ekan. Bu xabarni Yaponiya axborot organlari qo'lga tushirib, darhol Yaponiya dengiz armiyasiga telegram orqali AFning dengiz suyidan ko'z ayirish zavodi buzilib qoldi degan xabarni yetkazdi. Yaponiyaning telegram to'lqinini kecha kunduz kuzatayotgan Amerika bu telegramni albatta tutib ekan. Buning orqali Yaponliklarning AF degani O'rta yo'l orol ekanligini bilib oldi. Shuning bilan tayyorligi mukammal bo'lgan Amerika O'rta yo'l orol urushda Yaponiyaning Tinch okean dengiz armiyasini mangu asliga kelolmaydigan darajada vayron qilib tashlaydi. Bu urushda Yaponiyaning 4 aviamatchisi, 1 charlash paraxodi, 92 aeroplani vayron bo'ldi ekan va 2500 eng tajribali harbiy xodimlari va uchuvchilari o'ldi ekan. Buni Ikkinchi dunyo urushining Tinch okean urush rayonining burilish nuqtasi deb ataldi. Shu kundan boshlab Amerika Yaponiyaga hujum qilishga boshlaydi. Amerika hujum qo'ydi. Bu yerga kelsak bo'lsa, Yaponiya bilishga
intizar bo'lgan o'rta yo'l orolining ahvoli. Bu yerga qosh tishi bo'lsa, Yaponiyaning hujum qiladigan nishon. Kapitan Joseph Yaponiyaga o'rta yo'l orolining axborotini, bu kesakni berish orqali Yaponiyaning hujum qiladigan nishoni, qosh tishini bilib oldi. Agar bu yila orqali Amerika Yaponiyaning hujum qiladigan nishonni bilib olmagan bo'lsa, bu urushning oqibati tamamen o'xshamasligi mumkin. Yaponiya yan bir qatim Amerikaning dengiz armiyasini vayron qilib o'tishi mumkin deydi haq. Ikinci misal, rasm 7'ga kelib qo'ying. Men tug'an shahar jumla. Bu yila soda dünyasida nayt ko'p ishiltidi. Amerikaning Los Angeles shahri, ben Los Angeles yashagan shaharga kelgan odam Hollywoodni ko'rmay ketmaydi. Dünyadagi eng isil kinolar ishlaydigan jahon kino studiyasini ko'rishni orzu qildi. Biz Amerika so'ng tarafga Universalga yo'q tekraydigan bir shahar. Aşı Universal Studio'nun oldi basanalar bu şarpa to'xtamay pekraydi. Bunu pekraydigan mazmuni bu Hollywood deydi, dünyani biz boshqaramiz. Sen nima yeysan, nima kiysan, qanday gap qilsan, nima ishlatsan, qanday taraqqiyot qilsa, biz Hollywood bekitimiz deydi. Demasakmi, bizning kiydiğimiz, yeydiğimiz, ichidiğimiz, yurishlarimiz, mashina hammasini avval biz Hollywood'dagi kinoda ko'rib, endi amaliy turmushga ochildi. Men o'ng tarafdagi rasm bo'lsa Hollywood degan xat. Bu mening uyimda Hollywoodga bansala 101 degan yo'l bor, til suratlik yo'l. Shu yo'lning tepida tog'ning tepida xatning har birisi 12 metr egil, 13 metr egil. Bu studioning ichini odatda bir kunda aran ko'rib bo'lgani bo'ldi. Bir kunda ko'rib bo'lsam, ko'rgan narsa yamancha o'yinlar, shunda qiziqarli, har qanday odam ishga kelsa chuqum ko'rib ketinglar. Hozir bir bileti $150 atrofida. Xalqni qiziqtirish uchun Hollywood bir tal bilet olsang, bir yil ichida qancha qitim kirsang bo'ladi deb e'lon qiladi. Haqiqatan bir tal biletni ilib, kunda kirsang bo'ladi. Lekin bu yerga kelgan odamlarning 90% ko'pi Los Angeles shahrining sirtidan kelganlar. Hech kim bir yilning ichida yana aeroplan bilet ilib, yotoq yetib, necha ming dollar hajlab bu yerga kelmaydi. Hollywood bu yerda kesak berib, qosh tishni ilib ol degan yilani ishlatadi. Bu yerga kesak bo'lsa, bir tal biletga bir yilda qancha qitim kirsang bo'ladi degan mardona e'lon. Bu e'lon ikki tarafdan xalqning pulini oladi. Bir tarafdan bir yillik bilet deb biletni qimmat sotadi. Burun bu bilet $60 edi. Ve Amerika yeni kelgan $30 edi. Yana bir tarafdan xalqni yana bir qitim Los Angelesga kelishga qiziqtirib, ularni necha ming dollar Los Angelesga hajlashga majburlaydi. Los Angeles qimmatchilik shahar. Birisi menga taklif qildi. Hozir Hollywoodning bir bileti, chunki odam yomon ko'rgan joyda bir bileti $2 chiqdi. Amerikadagi lotereya shirkatlari bu yilani ishlatadi. Bu lotereyani olsang $10 million chiqadi deb e'lon qiladi. Lekin bir odamga $10 million lotereya chiqqicha, lotereya shirkati $100 million keladigan lotereyani sotib bo'ladi. Bu yerga kesak bo'lsa, xalqning 10 million tutib olay degan talay sinish. Bu yerga qosh tishi bo'lsa, xalqdan 100 million pulni ilish. Xalqning talayini damlatib, hortimolidagi pulni ilib olish. To'rtinchi misol. Xitoy hukumati Qozog'iston bilan Qirg'izistonni Xitoy qarmoqiga kirgizib olish, strategiyalik planini ada qilish jarayonida ishlatayotgan yilaning birisi mushu yila. Qozog'iston va Qirg'izistondagi qarindoshlar shuni noiti yaxshi bilishi va jiddiy qarashi kerakki, bu ikki davlatni Xitoylarning tushunchasida
Xitoyning tushunchasida allaqachon o'zining ziminiga kirgizib bo'ldi. Xitoyning bu tushunchasi haqiqatan oylanish bu Xitoyning bu tushunchasi haqiqatga oylanish yo'lida o'ngishli va to'solg'isiz ketib bordi. Hozirgi ahvollarga qaraganda ba'zi qozoq va qirg'izlarmi bu yilani qabul qilishga ideya va psixolog tarafdan tayyorligi asosida putilib qolganda qiladi. Qozog'iston bilan Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan keyin kambag'alchilik, chirikchilik, g'angirash mollari bu ikki davlatni qoplab ketdi. Qozoq va Qirg'iz millatini uzun yil tadqiq qilgan ve bu iki milletinin aciz noktalarını rətlab çıkıp bulgan. Dəstəbdə Xitay bu iki dövlətə tatlıq gəb şirin sözlər bilan yıqınlaşdı. Kıvan ösümlük, qarzlarını hancılık deysə şunçilik verdi. Bu iki dövlətdəki yol yasaş, zavod quruş, dehqonchilik, quruluş, banka qatarlıq sahələrə məbləğ seliş arqılıq bu iki dövlətinin can tomarını xeyla dərəcədə kontrol qılıb buldu. Nurgun əməldarlarının nəfsini yaman yolğa yetəkləb Xitay üçün sözləydiğən qılıb qoydu. Bu cəriyanda Xitaydan əmgək küçü apırış arqılıq nurgunluğa muntizm əskərlərini bu iki dövlətə kirgizdi. Xitay bu iki dövlətə aparğan işçi diqqallar bolsa, Xitayning dala armiyasida 4 yıldan 10 yıl kadar zamanıvi hərbi tərbiyəsini körəlgən hər qandaq zamanıvi qurallarını işləydiganlar. Hazır Xitay bu iki dövlətni qarzga qistab, qarzini төлənməyənligidən bularning qanlarını qalğanca açıdığan bankalarını Xitayning yetaklishiga ma'qul bo'lgan qilib qo'ydi. Hatto nurg'un ziminlarni Xitoy ziminiga ketyapti. Beryapti jumonglar ziminlarni ishlamanglar. Xabarlarga qaraganda yaqinda Qirg'izistondagi 50 ta to'xtab qolgan zavodni o'tkazyapti. Qirg'izistondagi 50 ta to'xtab qolgan zavodni o'tkazyapti. Pulni deb Xitoyga ishlaydigan va josuslik qiladigan qozoq va qirg'izlarmi kundan kuniga ko'paydi. Pulni nima to'ralaydi? Xitoyda pul bo'lsa jinmo sana xizmat qildi de yuchen deydigan tamsil bor. Jurlarga qaraganda Qozog'iston va Qirg'izistonlarda nurg'un va qozoq qizlar Xitoy bilan qo'y qilib bo'ldi. Agar mushu rost bo'lsa, bu ikki davlatning bu Qozog'iston, Qirg'iziston bu ikki davlatning fundi ketdi desak bo'ladi. Rasm 8ga qiling. Hoşlar. Mavi Xitoycha WhatsApp gruplarmi, WeChatmi nurg'un gruplar a'zon. Shularda Qozog'iston to'y qilib ketgan, Xitoylarningki Xitoylar o'zi Qirg'iz qozoq xotinlar bilan o'tirib tushgan rasmlar, shu so'zlagan so'zlar shunda ko'rmaman u yerda. Mavi Xitoy to'rlarida e'lon qilgan, men tuanda mushi rasm tursa, mushi nima artikul deganini mushini tushundi. Bu rasmni tushundirishi, maqolning bu Xitoyning noyt dangliq, dunyolik markazga qaraydigan to'rda e'lon qilgan maqol Xitoy. Bu rasmni tushundirishcha maqolning avtori bu Xitoy. Avtori Qozog'istonning o'z zimindagi egilik huquqidan gumonlangan. Bu yer tarixda Xitoy yeri idi ve Qozog'iston Çin sulolasining valisi idi deb yozgan. Bu maqol yaqinda 2020 yili 4-ayning 13-kuni Xitoy nashr qiladigan, eng dangliq dunyoning boshquradigan Forbes.com da e'lon qilingan ve Beijingning yo'l yo'riqi bilan e'lon qilingan. Xitoyning yana bir veb-sayti bor, Haotiao.com deydigan. Uningda nima uchun Qirg'iziston mustaqillikqa erishgandan keyin vatanga, bu vatangina Xitoyga qaytib kelmadi deydi. Xitoylar Qozog'iston, Qirg'izistonlar mustaqil bo'lganki, bu asli bizning ziminat ular nimishga bizning bir o'lka qaytib kelmadi degan maqol e'lon qilindi. Va xarita orqali Qirg'iziston Xitoyning bir qismi ekanligini ko'rsatdi. Mushu xarita mana Qirg'iziston Xitoyning bir ibodat deganini isbotlab yozgan Xitoy.
Bu yerga kelsak bo'lsa, bu ikki davlatning pulga bo'lgan ehtiyoj. Qosh tishi bo'lsa, bu ikki davlatning zimini, eglik huquqi va davlat apparati. Bu ikki davlatga pul berib, yana kesak berib, bu ikki davlatning zimini, eglik huquqi va davlat apparati qatorliq qisman qosh tishini ilib oldi va davomli ilib o'tdi. Misal 5. Misalda 1980 yılı Dünya Basketbol Halkılgıç Salayeti ve 1980 yılı Dünya Basketbol Halkılgıç Salayetini talışış musabakası Bulgarya bilen Çekoslovakiya o'rtasida bo'ldi ekan. Musabaka ayaklaşıp yana 8 sekund kaldı ekan. Bulgarya 2 numar ilgir ekan. Lekin Bulgarya hal qilg'uch salohiyatga erishish uchun cho'qim oz deganda 5 numar bilan tutish kerak ekan. Bu jiddiy vaqtda Bulgariyani trenersi coachligi tajovlanda qo'ydi-ku. To'xtatish e'lon qilib, to'xtatish talab qilib, ikki o'ynayotgan basketbolchini chaqirib quliqiga bir narsani deb pichirlaydi. Musabaka qayta boshlanganda Çekoslovakiyaning tanarkatchilari o'zlarining mudofaa rayoniga chekinib, Bulgariya basketbolchilarining oxirgi hujumini kutib turdi. Lekin oxirgi 2 sekundda Bulgariyaning bir basketbolchisi tuyuqsiz keyniga qarab til jurab, hamma odam tikilib qarab turganda to'pni o'zining garga kirgizdi. Shuning bilan ikki tarafning numeri tang bo'lib qoldi ekan. Foyda bo'yicha tang bo'lib qolsa, musobaqa yana 5 minut uzartildi. Uzartilgan 5 minutda Bulgariyaliklar keskin hujum qilish orqali 5 numar bilan tutib oldi ekan. Shuning bilan Bulgariya hal qilg'uch salohiyatiga erishdi ekan. Çekoslovakiyani shollab chiqarib ekan. Bu yerga kelsak bo'lsa, 2 numar ustunlikni berish. Qosh tishi bo'lsa 5 minut uzartilgan vaqtni qo'lga keltirish. Bulgariya hal qilg'uch salohiyatiga kapolat qilmaydigan 2 numar ustunlikni berib, uzartilgan 5 minutni qo'lga keltirib g'alaba qozondi. 6. misol İkinci Cumhuriyet'ne, İkinci Cumhuriyet'nin halak bulganlığını bayan kılgan 11 bitim bolsa, şilsekini berip, haş dişini ilib algan, Uygurlar haş dişini berip, şilsekini ilib algan bir vekillik misal. Kapınmayı arlap bir kafe işçi olmuşsan bulmaydı. Bu bitim to'g'riliq. Biz kimga qarshi tajovuz qilguvchilarmi yoki zulm qilguvchilarmi degan suhbatda to'xtadim. Bu suhbatning keyingi qismlarida men hozir bu suhbatni hech kim qilib boqmas, so'zma-so'z, jumla bu 11 bitimni analiz qilyapman. Bu da qisqa texnik tushundim. Bu suhbatning keyingi qismlarida texnik inchiklab to'xtaymiz. Bu yerda 11 bitimning Uyg'urlarga nimalanbadi, nimalarni ilib oldi ustida to'xtaymiz. Avval bevosita 11 bitimdan bizga Uyg'urlar olgan narsalarni ko'rsatmasa, men davatqinim hammasi 11 bitimda olgan jumlalar qo'shtirnoq ichildi. Şinjan xalqining yerlik zotlari ma'muriy amaldorlikqa saylash huquqi, xalqning to'liq diniy e'tiqod erkinligi, xalqlar o'z yezigini ishiltish erkinligi, boshlang'ich va o'rta maktabda o'z tilini ishiltish erkinligi, madaniyat va san'atning erkin rivojlanishi ta'min qilinadi. Savdogarlar savdo qilish erkinligi qo'shtirnoq yopildi. Bu jumla va 11 bitimdan mana olgani. Bu bitim Uyg'urlardan ilib olgan narsalar qo'shtirnoq ichildi. Markaziy hukumat vakili bilan Xitoy qo'zg'olonchi va Şinjan qo'zg'olonchilar rayonining xalq vakillari o'rtasida tuzilgan qurolliq to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish to'g'risidagi bitim. O'rta maktablarda davlat tili majburiy dars bo'lib kirdi.
chet ellar bilan savdo qilguvchi savdogarlar markaziy hukumat bilan chet el o'rtasidagi tuzilgan savdo shartnomalaridagi belgilemelarga amal qilishi kerak. Şinjan өлkөлүк hökümetinin tarkibini merkezi to'liqlaydi, dunyo to'liqlaydi. 25 nafar өлkөлүk hökümet heyet a'zolarining 10'ini merkez bevosita tayinlaydi. Bu 10 adam bo'lsa, rais, bosh kotib, ichki ishlar noziri, moliya noziri, ijtimoiy ishlar noziri qatorliqlar Milliy armiya davlat armiyasining tuzilishiga asoslanib tuzib o'zgartib tashkillandi. Davlat armiyasi bilan do'stlik munosabat saqlaydi. Bir-biri bilan uchuq bir-birisidan uch akilishadigan ishlarni qilmaydi. Qo'shtirnoq yepildi. Uchga akilishadigan deb aytdi ayada. Nimiz bo'yicha Ona unda qilsak bo'lmaydi, tarix hujjatlar emasmi, to'g'rimi? Tarix hujjatlar qanday yozilgan bo'lsa, shunday yozish kerak. degan ma'noda, shu ma'noda hujjat tashda yozilibdi. Ma'nosi. Ana, men yuqoridan ko'rgani bo'ldi. Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi amaldorlar va ziyolilar Kisakni Sharqiy Turkiston xalqiga qoldirib, Qashtishni Xitoyga bergan. Hozir Uyg'urlarning qo'lida bu kisakmi qolmadi. Bu bitimda Uyg'urlarga bergan narsa hech bir ahamiyat yo'q narsalar. Maktabda Uyg'ur tili o'tadi, dinzotlar namoz o'qisi bo'ldi. Xitoy ilib olgan narsalar milliy armiya, davlat ismi, davlat igidorligi, davlat boyligi, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi qatorliqlar. Ishqilib Sharqiy Turkiston xalqining qo'liga bir muncha xushchaq narsalarni tutqizib qo'yib, fut qo'liga yana pulliq zanjirni isib qo'yganligini va qo'ygandan boshqa narsa emas. Xitoyda yengen podshoh, yengilgan o'g'ri degan tamsili bor. 11 bitim orqali Xitoy podshoh bo'ldi. Uyg'urlar o'g'ri bo'ldi. Endi Xitoy nima desa o'rinliq, Uyg'urlar nima desa o'rinsiz. Podshohning oldida Uyg'urning so'zlaydigan nima salohiyati bor? 1946-yildan tortib Uyg'urlar tortayotgan barliq zulmning manbasi mushu 11 bitim. Ya'ni mushu 11 bitimni maqtab so'zlaydigan Uyg'urlar asosi. Xitoylarni podshoh qilib o'zini pul bo'lishni Uyg'urlar o'zi tanlab oldi. Uyg'urlarning boshqalarni ayiblaydigan hech qanday haddi yo haqqi yo'q. Misal, men keyingi to'xtaymiz, men 11 bitimni oldida nechta keldik-ku, to'g'rimi? Har birisi so'z, jumla, ash nechta qilib aytib bormayman. Manga hozirgacha 11 bitim u bu deydi, Madigining xato degan bir odamni chaqiryapman, men bilan riyos, menga bas munozara chiqdi. Bir odam chiqib menga ash tillaydiganlar bor, O'rta Osiyodan bo'libmi, sen Mongol, sen O'zbek, sen Wushu, tillab qilpun urib bir qilib aytganlar. Bir chiqib Madigining xato dedim, hammalar challenge chaqirma, mening deganimni mushu birsi xato denglar. Men har bir qilgan so'zimni, men hissiyotimni chiqarib aytdim. Menga mayli qanday nimadan desam, mening mushu deganim xato deb men bilan basmlarda chiqadiganlar bo'lsa, men tayyor. Misol 7. Rabia Qodir xonimni Dunyo Uyg'ur qurni raisligidan og'dirib tashdimi? Bir turkum siyosiy fursatparastlar bu Xitoydan o'rgangan hiylarni ishlatdi. Bular oldi bilan qozonning qaynishini to'xtataman desam, o'choqning o'tini tortib buni biz so'zladik, degan hiylarni ishlatib Gollandiyada ochmoqchi bo'lgan yig'inni bekor qilish, yig'inni Munixda ichish, 10 dan ortiq davlatlardan keladigan vakillarni va o'zlariga qo'shilmaydigan odamlarning oldini to'rash orqali Rabia Qodir xonimni Uyg'ur xalqining ovozidan ayirdi. Shu vaqtda Seyit Tumturk degan Dunyo Uyg'urning birinchi muavin raisi. To'lqin degan bir katip o, hech nima emasdan o'quvchi. Shu katip nimani Seyit Tumturkni kayg'izmaydi u. Lekin
Bunun bilanla Rabia Kadir Hanım'dan reisini alalmaydıqalıqını bilip, kesak berip, haç dişini ilva hilesini işlet. Rabia Kadir Hanım'ın aldığı Ali rəhbər degan gücü yok, kanını taşlap berip, reisini kolga aldı. Rabia Kadir Hanım'ı bir siyasetçi emas. Şunun için Rabia Kadir Hanım'ı bu kanını kolga ilip hacılaşka başladı. Reisini ilip bulgandan keyin Rabia Kadir Hanım'ni bir quruq heykelge aylandırıp koydu. Şundan tartib Rabia Kadir Hanım'ni kemsitish ve Rabia Kadir Hanım'a zarba berish bularga bir xil xumarga aylanib qoldi. Hatta Rabia Kadir Hanım'ni ular bilan birga ishlayotgan ishxonasidan haydab chiqarib, Amerikaning markazi bo'lgan Washington ko'chasida xuddi uyi yo'q odamda gangirtib qo'ydi. Ha bugün gün kadar Rabia Kadir Hanım'ni xarlab xumadan chiqmadi. Xumari nayta qat tutqanda mushunda qilmasa xumadan chiqmaydigan bo'lib qolgan o'xshaydi. Bu yerga kesak bo'lsa oliy rahbar, bu yerga qosh dish bo'lsa dunyo Uyg'urning raisi. Bular Rabia Kadir Hanım'a bir rahbar, oliy rahbar degan kesakni tashlab berib, rais degan qosh dishni ilib oldi. Bu Rabia Kadir Hanım'ning siyosatdagi acizliğini aşkarladı ve nurgun Uygurlarını ümitsizlendirdi. Bu bulsa bu yilani işletip muvaffakiyet kazanganlıkının bir tipik misali. Əfsusluq şu ki, bunlar bu yilani Xitayga emas, Uygur halkının manevi ansıga ve Uygurlarının ittifakını bozuşka işletti. Bu yilani işletip Xitay üstüden emas, Uygur üstüden galbiga erişti. Bu yilani işletip Xitayga zarba bermey Uygurların birligini parçaladı ve şunundan başlap Uygurlarını parçalap kontrol qilish hareketini to'xtatmadi. Xitoy necha 100 milyon iqtisodini musodir qilib, bolalarni turmalarga tashlab, o'zini turmda qiynab bosh egdirmagan Rabia Kadir Hanım'ni ular ag'dirib tashladi. Rabia Kadir Hanım'ning beshini yerga egishni bir kunmi to'xtatmadi. Rabia Kadir berelmeyen zarbini bula bereldi. Bunu külde tutkanda hazırki dünya Uygur kulti heyetlerini tebriklemey amalım yok. Kızlıkarlık yer şu ki reisine iliş için ikinci Cumhuriyet'ten keyin Uygurların içindeki en çok siyasi özgürlüğünü ilip vardı. Uygurlar ittifakka en ihtiyaç vakitte Uygurların içindeki en çok bölgünçülükünü payda kılıp Uygurlarını bir cidel maceraga silip uyup, özleri ziyankeşlikке uçurgucu kıyafette televizorlarda sözlep жүрді. Ve nitinin ve ünidinin öz aldığı pullarını ilip, özlerinin turmuşuna işiltidiğen buldu. Uygurlar baştan keçirivatkan irqi kırgınçılık bular için dünya kezip oynaydıgan iqtisadi mənbəge aylandı. Milletin azabı gayi adamlar için menfaat ekilidir. Bu tarihte tekrarlanıp durduğun misal. Xitay yengen padişah yenilgen uğri deydi. Bular emdi reisini kolga aldım, emdi men padişah kalganla uğri demdiğandı. Bir reislik degan atağın ilişkin bütün Uygurlarını veyran kılış, bölgünçülük kılış, zörürlüğü var mıdır? Uygur halkı şunçilik nadan mıdır? Bu bölgünçülük yana bir kıtım şunu ispatladı. Uygurlar ittifaklık bilen yaşanmaydı. Uygurlar ittifaklık bilen aram alanmaydı. İnaklık ve ittifaklık Uygurların kinini ve ruhini inaydı. Uygur işçiden düşman öldeydi. Tapalmasa özü yasap çıkmay, yaşanmaydı. Bölgünçülük Uygur'un ruhi ozqi. Uygur'un hayatı bölgünçülükке kaynıp mevcut buludu ve davamlaşıdı. Ben oylap kalmam. Eğer Uygur'da bölgünçülük hayıp bulup geçse Uygur'un izimi tarihten yuqap ketemdiğandı. Bölgünçülük kılıvatkanlar Uygur'un yuqap ketmekligiga çoğun rol oynamdı. Bunu külde tutkanda Uygur'a bölgünçülük ekelgen hazırki dünya Uygur koydu heyetlerine mükafat beriş toğra kilemdi. Birinci ve ikinci Cumhuriyetini reis Xumari veyran kıldı. Hazırki dünya Uygur'u şunun izini besliyordu. Uygur'u bugünkü künge koyup
qo'yg'ini Xitoyning kuchlik bo'lg'ini va inoq bo'lg'ini emas, Uyg'urning bo'lginchilikka bo'lgan xumori. Misol 8. G'oyi vaqtlar birsiga kesak bo'lgan narsa yana birsiga qosh tishi bo'lib hisoblandi. Yoki ikki qosh tishidan birini kesak qilib berib etishga to'g'ri keladi. Yoki ikki qosh tishidan birini kesak qilib ilib edish. Yoki ikki kesakdan birini qosh tishi qilib tanlashga to'g'ri keladi. Ikkinchi Cumhuriyet kurulgandan keyin ve 2. Dünya urush oyoqlashgandan keyin Rus bilan Xitoy, Mongoliya bilan Sharqiy Turkiston bu ikki qosh tishdan birini tanlab ilib, birini kesak qilib berib etishga to'g'ri keladi. Ahmadjon Qosim qatorliq Cumhuriyet rahbarlari va ziyolilar Xitoydan ayrilib mustaqil bo'ladigan qalbiy va irodasiy keskin bo'lmaganligi Rus bilan Xitoy Sharqiy Turkistonni xohlagancha tanlab yeydigan fursat yaratib berdi. Ruslar Sharqiy Turkistonni kesak qilib berib, Qashqi Mongoliyani qosh tishi qilib oldi. Bunda qilishning sababi birinchi, Amerika bilan Angliya Sharqiy Turkiston Rusning qo'liga o'tib ketishga qarshi chiqdi. Chunki Sharqiy Turkiston Rusning qo'liga o'tib ketsa, Rusning askari Hindistonning bo'sug'isiga berib, Angliyaning Hindistondagi manfaatiga tahdid qildi. Buningga Amerika va Angliya qat'iy qarshi turdi. İkinci, Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishi Sovet ittifoqidagi Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq shtatlarning Sovet ittifoqidan ayrilish tuyg'ulari bosh ko'tarishiga boshlaydi. G'arbliklar albatta bu shtatlarning mustaqil bo'lishini kutirdi. Üçüncü, 2. Dünya urushida Rus bilan bir safda bo'lgan German va Yapon Dünya urushida Rus bilan bir safda bo'lib, German va Yaponiyaga qarshi turgan Xitoy Sharqiy Turkiston degan boyliqqa qo'lgan zaminni qat'iy bermaydi va bu masalada Amerikaning va Angliyaning qo'llashiga erisha oladi. 4. Qashqi Mongoliyaning mustaqil bo'lishiga Amerika va G'arb qarshi emas. Xitoymi Rus Sharqiy Turkistondan chiqib ketsa, Qashqi Mongoliyaning mustaqil bo'lishiga ma'qul bo'lganligini bildirdi. Xitoy Kommunist Partiya hozirgi Jungo Gongsandan Xitoy Kommunist Partiyasi shu vaqtida bayonot e'lon qilib, Qashqi Mongoliyaning mustaqilligini qo'llaydi. 6. Harbiy jihatda aytganda Qashqi Mongoliyaning strategiyalik o'rni shu davrida Rus uchun nihoyat muhim. Bu yerga Rus cho'ng tipli muntazam armiyasini qo'ya oladi. Mongoliya chegarasidan Rusning tanka qo'shini Yaponiya va Xitoyning ichki o'lkalariga hech bora oladi. 7. Eng muhimi, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining rahbarlarining mustaqillikqa muhabbati cho'nqur bo'lmagan. Irodasi keskin bo'lmagan. Xitoydan ayrılishdan yetib keladigan keskin va xatarlik vaziyatni boshqara oladiganligiga ko'zi yetmagan. Rus bilan Xitoy inchik hisoblash orqali Ruslar Sharqiy Turkistonni kesak qilib berib, Qashqi Mongoliyani qosh tishi qilib oldi. Xitoy Qashqi Mongoliyani kesak qilib berib, Sharqiy Turkistonni qosh tishi qilib oldi. Uyg'ur ziyolilar yozmalarida bir sekund turtinglar. Bir sekund. Uyg'ur ziyolilar yozmalarda Uyg'urni Xitoyga Ruslar setiyotdi, Amerikaliklar setiyotdi degan nodonlikdan qutulanmaydi va bu orqali o'ziga bir xil tasalli beradi. Uyg'urlar shuni tushunish kerakki, bir davlat yana bir davlatni setiyotmaydi, chunki sotolmaydi. Bir millat yana bir millatni setiyotmaydi, chunki sotolmaydi. Her davlat, her millat o'zining manfaati uchun qaror chiqardi, bitimlarga qo'l qo'ydi. Bu
dost düşmanını tanlaydı, yan içide soğudlarını kılıdı. Uygur ziyalıları yazgandek, Rus Uygur'unu setivetken bulsa, ular özünün devlet menfaati üçün iş kıldı. Uygur ziyalılarını Rus'unu ayıplaydıgan hiç kanda hakkı yok. Hadır mı Uygur'unu veyran kılvatka en çok güç bulsa bölgünçilik. Bu yana bir kıtım şunu ispatladı ya. Tekrarlap öte. Uygur ittifaklık bilen yaşanmaydı. Uygur ittifaklık bilen aram alanmaydı. İnaklık ve ittifaklık Uygur'un tinini ve ruhini kıynaydı. Bölgünçilik Uygur'un ruhi ozıkı. Uygur'un hayatı bölgünçilikke kaynıp mevcut buludu ve davamlaşıdı. Ben uylap kalbim. Eğer Uygur'da bölgünçilik hayip bulup ketse Uygur'un ızımı tarihten yokap gitemdiğandı. Bölgünçilik kılvatkanlar Uygur'un yokap ketmesligiga çoğun rol oynayatamdı. Misal 1950 yılının başlarında Fransiya Brandy markalı haraqni Amerika resim 9'a ekip koyun. Resim 9'a. Şey. 1950 yılının başlarında Fransiya Brandy, bu Brandy Night danlıq haraq, her kanda yak basanlar bu. Brandy markalı haraqni Amerika bazarga ekirishni o'ylaydi ekan. Etraflıq planlar Amerika Fransiya xalqining do'stlik vasfasi bilan bu yo'lni echish strategiyasini tuzib chiqadi ekan. Bular 2. Dünya urushida Birleşken Devletler Armiyasining bosh qo'mondoni bo'lgan Fransiyani ozod qilgan va 1953-yili Amerikaning prezidentiga saylangan Eisenhowerning 67 yoshga kirganligini tabriklab, Amerikadagi o'xshamagan axborot vosita orqali munda xabarni tarqatdi ekan. Fransiya xalqi Amerikaning prezidentiga bo'lgan mehribonlik tuyg'usini bildirish uchun nihoyat donliq 67 yil ichitib chiqargan 2 ton brandy haraqni sovg'at qildi. 67 yil ichitib chiqargan 2 ton brandy haraqni sovg'at qildi. Amerikadagi barliq gazet, jurnal, televizorlar bu xabarni üstülab xabar berdi ekan va millionlagan xalqning qalbini ishg'ol qilib oldi ekan. 2 ton brandy haraqni akirdi ekan degan rivoyat Washingtondagi xalqlarning qiziqarli haram temasiga aylandi. Bu 2 ton brandy haraq Washingtonga kelgan kuni Aydurum bilan Oqsaroyning oraliqidagi yo'lga necha 100 ming odam qo'shib, ko'rinib boqmagan bir xil ko'rinish paydo bo'ldi ekan. Amerikadagi barliq gazetlar bu haraqni sovg'a qilgan murosimini bosh betiga to'ldirib etdi. Shuning bilan Fransiyaning brandy haraqi jahonni zilzilga keltirib etgan tantanlikda barliq raqobatchilarni bir yoqqa qayirib urib, ko'rangligan peti ko'krak kerib, mardonlarcha qadam tashlab, Amerikaning davlat ziyofatlari va xalqning yemak ustallarida o'rin oldi. Hozir bu Amerikada eng ko'p xalqlar bek yaxshi ichadigan haraqning biri. Bu yerga kelsak bo'lsa, chiqdim brandy haraq. Kaç dişi bo'lsa Amerikaning bozori. Tutun qimmatli brandy brandyni Amerika prezidentiga sovg'a qilish orqali Amerikaning savdo bozorini qo'lga keltirdi. 10-chi misol, bu yilani ishlatgan misollar atrofimizdagi kundalik muhitni bayqalaymiz. Nurg'un zaharlik chekimlikka xumor bo'lib, vayron bo'lib ketgan yoshlarmi mushu yilani qurboni. Bizning mushu Amerikaning Washingtonda yaqinda bir bola chekibla shu yer yurak to'xtabla o'lib qoldi. Uni qo'ydi. O men anglashimcha, o chekimlikni sotgan bir Uyg'ur qizga. O Uyg'urdan qizning etishi o inib, qiz o'zi 36 Uyg'ur yosh bolaga haraq yedi. Çekimlikçi, zaharlik çekimçi. Bir bala öldü. Anlasam o kızımı tutup gidipti. Yanı bir xidmini hemişler sağ tutup ekipti. O bir adam 36 sattıysa eşer kancılık yaşlar çekvatı da uylap yakanlar.
nurg'un zaharlik chekimlikka xumor bo'lib vayron bo'lib ketgan yoshlarmi mushu yilaning qurboni. Bu zaharlik chekim sotadigan guruhlar avval chekimlikni yoshlarga bekorga beradi. Yoshlarmi bekorga bo'lgandan keyin qiziqchilik qilib chekib o'ynaydi. Bir mazgil chekkandan keyin zaharlik chekimga xumor bo'lib qoladi. Bu vaqtda zaharlik chekim sotadigan guruhlar bekorga berishni to'xtatadi. Bekorga berishni to'xtatadi. Bu yosh bolalar pullari tukkanda bu guruhlarga qatnashib o'g'irlik qilishga yoki zaharlik chekim setishga, yosh qizlar nozik boshlarini egib va zibo bo'ylarini setishga majbur bo'ladi. Bu yerga kelsak bo'lsa, bekorga bergan chekim, qosh tishi bo'lsa, zaharlik chekim chekilgan xaridorni ko'paytirish va o'zining jinoiy tashkilotlarga a'zo to'plash. Amerikada gayi oshxonalar televizor bolalar programlarının orlig'ida e'lon chiqarib, oshxonaga kelib tomoq yegan bolalarga bekorga o'yinchoq berganligini uqtirdi. Bu bolalar shu oshxonaga berib tomoq yeyman deb jidal qildi. Ota-onalar bolalarni ilib oshxonaga boradi. $2 o'yinchiqni ilish uchun $50 xarjlab keladi. Bu yerga kesak bo'lsa $2 o'yinchiq. Qosh tishi bo'lsa ota-onasi xarjlaydigan $50. Nurg'un shirkatlar xizmatchilarga agar shirkat setiq nishonga yetalsa mukofot beramiz deb xizmatchilarni ortiq ishlashga raqobatlantirdi. Men ishlagan shirkatlarning tangdan to'lsin shunday. Men bundaq şirketler işleyen. Yılının ahir verilgan $20-30 ming mukofotga $50 ming jiq pul ve vaqt sarf qilamiz. 8 saat işlemek 10 saat 11 saat işlep ketimiz. Yılının ahirda biz çıkargan yıllık emgek kuchimiz ahir kemde vay bizge $20 ming $30 ming mukofot berdi. Hoş bulup şirket minnettar bo'lamiz. Emniyette biz al degende aşıyla emgek kuchimiz yese aş şirketke $100 ming emgek kuchini berib atdı bikaga. Bu yernadı. Bu yerge kesak bulsa mukofot puli. Qosh tishi bulsa mukofot pulidan necha hassa keladigan emgek kuchi. Ana yan nurg'unlar bor bo'ldi bir sut chumay mening bugun buningga bo'lgan so'zim mana mushada bo'ldi. Endi bu yer in burayqa 11 bitimni men bir qisqa so'zlab o'tdim, keyin o'taman. Har yerlarda misolni yig'moqmi shunda oson emas bu yilg'icha. Biriga yilini tarixdan tushuntirish, uningda misollar qilish, buni 6-chi, 5-chi so'zligim qarasam 1 yil burun so'zlabdim men. So'zlaydigan narsalar bek ko'p bo'lgandan keyin Xudoyim bo'lsa buning 7-chi nimani so'zlayman, men uqmayman. Xudoyim bo'lsa yana shu vaqtga tayyorlik 7-chi tushma. Shuning bilan meni bugun so'zlaydigan so'zim tugdi. Ufka savollar bo'lsa javob beray, bo'lmasa qilay.
Ya men anladım. Ya men anladım. Meni oyunum çıkıvatamda. Ya men anladım bu. Bugungi programmada oxirgi shu izohatlaringizda nima bo'ldi-da bu bo'lgunchilik haqidagi so'zlar chiqaroq bo'lganda. Mazmundan qarasak, ha, mazmundan qarasak, o mazmundagi so'zlardan qarasak, ittifoqsizlik, chechilang'ulik degan so'z ibora bekrek muvofiq keldi ekan deb o'ylab qoldim endi. Lekin siz ani boshqa ifodalangiz, bu sizniki nimangiz endi tanlashingiz. Boshqa savol yo'q. Albatta 11 bitimga aloqador izlanishlaringiz davom qilyapti. Uni zaten ko'rib turyapmiz yiroq yaqindan. WhatsApp'lardagi tartishmalardan bo'layotdi bu. Ondan boshqa yozma xarakterli izlanishlaringizdan davom qilyapti. Keyingi qismlardan ilgari bugungi asosan qumchish marvayat yig'moq yoki marvayat terilish degan so'zdagi keltirgan misollaringiz zaten odamga non chaynab bergandek chiqdi. Shu mening ortiq savolim yo'q edi. Sizdan boshqa qo'shimchangiz bo'lsa anlasak bo'ldi. Endi buni yezish jarayonida masalan Xitoycha misolni olmoq oson. Xitoycha klassik Song Zubing kitobini olaman. Ana shu birinchi misolni doim Xitoydan ko'rsataman. Qolgan misollarni uni bir yerda 36 ming misol deb qo'ygan kitob yo'q. Shu o'zim o'qigan narsalardan shu misolni ratlab chiqadigan gap. 10 misolni-da shu izlab men jarayonni bu kitobni turib masalanga men hozir birini hey mau yomon limni o'g'irlab turkni almashdi deganga men misol keldi-ku jumo deb uni u misollarni men shu masalanga 36 yili bo'lsa har bir yilini bundaq bir hujjat qilib qo'yma. Hech berib jarayonni shu hujjatlarni, kitoblarni o'qish jarayonida "Ey, ma bo'ldi-ku jumo" deb shu o'qisam shu misollarni vaqtlicha xom tashlab qo'yman. Endi keyin yozganda buni yozgan gapda misol topmoq ikkinchi har qanday narsani tadqiq qilganda ashuni asli koni manbasini izlash kerak-ku. Aş mənbəsini mən şu otlar izləsəniz bir mənbədən yan bir mənbəyə çıxart məsələn Uyğurcadan Rusçabaçı yılıq yazğıçılarının, nimələrinin, ularının göz qaraşları ölçülüb, yılıq mənbə bilan keyingi çıxan nimasi otlarda xeyli çoğ xata fərq olub gedir. Şunun da şumaşqa mən bu muşlan izləyəndə aş Xitaylarning klassik, qədimki kitablarının içə kirikdimi? Bu şularni izlab shu u xatlarni u qadimgi Xitoy kitoblarning manda 6-7 xatni hozirgi zamon Xitoy tilida yozsangmi bir bet bo'lib ketadi. Tushuntirib yozgan desa. Bu qadimgi shularchi shu tillarga uningdan keyin mushu misolni qanday qilib bir oddiy odam tushundirma. Shuni yezib bo'lib o'zim da önümne çıkarıp okup bakama. Muş okusam, önüm çıkıp okusam muşlar düşünemdi. Muşlar murakkep gap var mı? Muş düşünmeydiğen gap var mı? Belki ilak ziyalıların gapi var mı? İlak ziyalıdaki acayip bir yoğun gapni işletişini yaxşı görücü. Şundak gaplar var mı? Aşağı gaplar imkaniyatla çıkarıydı mı? Çıkarıp muşunu qanday qilib xuddi ming bir ketgan rivoyatlardagi hikoya tilida so'zlashni nim qilish deb ashuni tirishchanlik qilib yozma budaqmi bundan budas xudoyim bo'lsa yilotma boshqalarni tayyorlab ketib borma hozir ekraningizga bundoq desam vaqt hozir ichki navramni maktabda bola beqib xizmat qilib oldirash ketib borma ekraningiz xudoyim bo'lsa bundoq qilsa xom material 4-5 o'xshamagan narsa xom materiallarni tayyorlab qo'ydi man chiqirib bir kun daha aldırma yan birini yozdim. Dostlar bilan aralab birga kelib qolsak gapingizni qilishimiz ziyolilar ishida o'sha Mavlankandek tirishchanlik qilib izchillik bilan ta'lim qilib turgan 15-20 ziyoli bo'lmas millatniki engida tarbiyalanishida va yoki manfaatlanishida hozirgidan favqulodda bir
farq maydonga kelgan bo'ladi deyishimiz. Amag'ay siz ham biz boshdan oxir deb Oldu. keldik. Vay Memufka muşu men bilan suhbat to'g'riga chiqib shu har bir so'zim qarshi turmushdalikqa suhbatlashadigan, aytishadigan bir odamni bo'lsa, mush xalqaro vaziyat har kunlik suhbat to'g'rida har 2 haftada bir chiqsam deymi? Odam yo'q. Shunday. Bo'ladi. Xudoyim bo'lsa, ham ish Mayli, qila. mayli, Rahmat omon sizga. bo'ling, inshaalloh endi darlashamiz. Oldu. Maqala, xo'sh. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu yoqqa qadar bo'ldi. Texniklik ba'zi xatoliklar sodir bo'lgan bo'lsa, afv qilasizlar. Oldimizda yana dushanba kuni davom qilayotgan programmamiz bor, davom qiladi yana. Undan boshqa yangi programmalarni plan qilyapmiz. Inshaalloh yangi do'stlar bilan birlikda yana sizlarning huzuringizda yaxshi suhbatlarni, yaxshi munozaralarni o'rlashtirishga tirishamiz. Biz qo'limizdan kelishimiz, sizlardan kutadiganimiz do'stlarga chiqaraq tavsiya qilib qo'yishinglar, taklif fikr, tavsiyalaringlar, vazn yoki tanqid tarbiya nasihatinglarni ayimishinglarni umid qilamiz qarindoshlar. Bo'ldi, amon bo'linglar sizlarning janob Alloh topshirdi. Yana bir qator programma ko'rishcha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.